130 ta 140 tagacha hosil. Bir haftada hozir 30 sotuvchi joydan birinchi terimni o'zida 17 tonna terildi. 1 tonna terildi. Ichigacha quyib tashagan hosilda. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. 2025-yil 5-avgust Samarqand viloyati Bulung'ur tumanining Mingtepa qishlog'idamiz. Bu yoqda bizani genetik sitis firmani pomidorimiz ekilgandan beri 2 marta suvdan qolgan, sharoit juda og'ir holatda bo'lgan. Ko'rsatamiz. Holati 130 ta 140 tagacha hosil. Bir haftada hozir 30 sotuv joydan birinchi terimni o'zida 17 tonna terildi. 1 tonna terildi. Pomidor vahshiy sifat ichigacha quyib tashagan hosilda. Mana bu hosillarni ko'rsatamiz. Pomidorimiz hosillari. Mana sifat eng yirik pomidorlarimiz, eng go'zal pomidorlarimiz. Qaysi holatda yiriklari. Hozir pomidorimiz ochib qo'ygan joylarimiz. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Paleylarimizni darajada hosil solgan. Mana har bitta teglarida to'la hosil. Massiv hosilga kirgan. Massa hosil. Juda ham go'zal, juda ham sifat, juda ham mana ko'zni quvontiradigan. Men prosta ochib olganim shungacha bo'ldi. Undan uyoqga tega olmayman. Paley hosil ko'p, hosil vahshiy go'zal. Bizani kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh. Mana chiqarib qo'yganlarimiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, qoshga baho beramiz, qoshga. Inshaalloh sifatni ko'ringlar. Qattiq shirin. Super sladkий pomidorlarimiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Genetik sitis sizlar bilan birga. Inshaalloh yana yangi syomkalarda ko'rishguncha. Rahmat. Meni bo'lamayapti.